Eron oliy rahnamosi o'lgani tasdiqlandi. Bu haqda Eronning bir qator axborot vositalari xabar berdi. Oliy rahbar vafoti munosabati bilan mamlakatda 40 kunlik milliy motam va bir haftalik ta'til e'lon qilindi. Xomanaiy bilan birga Isroil va AQSh hujumlari natijasida uning qizi, kuyovi, kelini va nabirasi ham halok bo'lgan. Dastlab uning o'limi haqida Isroil ommaviy axborot vositalari xabar tarqatgan, biroq Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi bu ma'lumotni rad etib, oliy rahnamo hamda mamlakat prezidenti Masud Pezeshkian tirik ekanini bildirgan edi. Shundan so'ng Reuters nashri Isroilning yuqori martabali rasmiysiga tayanib, Xomanaiy halok bo'lganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp ham bu xabarni tasdiqladi. 86 yoshli Xomanaiy 1989-yildan buyon Eronni boshqarib kelayotgan bo'lib, oliy rahbar sifatida mamlakatdagi barcha hokimiyat tarmoqlari, shuningdek harbiy va sud tizimi ustidan eng yuqori vakolatlarga ega edi.